Assalomu alaykum kitobsevar kitobxonlar. Qorasuv shahar axborot kutubxona markazi Kitob ma'naviyat chirog'i loyihasi doirasida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist, adabiyotshunos olim, yozuvchi Olim Toshboyev qalamiga mansub Ultontoz yangi o'zbek romanini keng kitobxon ommasiga tavsiya qilaman. Ultontoz romanida sho'ro zamonidagi, undan avvalgi va hozirgi davrdagi barcha to'polon unsurlar, qatag'onlar, milliy qadriyatlarning toptalishi, diniy mutaassiblik kabi illatlar aslida eldoshlarimiz tabiatiga chuqur o'rnashgan mutelik, itoatgo'ylikka borib taqalishi, olis o'tmishdagi, bugungi kundagi ko'pgina fojialarimiz, rahbarlarimiz, amaldorlarimizning e'tiqodi zaifligi, milliy g'ururimiz so'nikligi, eldoshlarimiz esa ular oldida qaltirab, qulluq qilib turishi tufayli sodir bo'lganiga e'tibor qaratilgan. Ultontoz romani adabiyotning eng sara asarlari singari zo'ravonlik, zulmning umri qisqaligi, amalparastlik, shuhratparastlik kishini sharmanda qilishi, inson fe'l amolidagi bu kabi illatlar yaratuvchanlik qudratiga ega emasligi, ezgulikka intilgan, uni yoqlagan, aql idrok va toza qalb turli xil tubanlik va pastkashliklar ustidan albatta g'alaba qozonishiga ishontiradi. Ushbu kitobni keng kitobxon ommasiga tavsiya qilaman.